18-masjid minorasidaman. Yerdan 35 metr balandlikda. Minorani ichidan qishloq to'liq 360 gradusda ko'rinib turibdi. Lekin qushlar minora ichini juda ham rasvo holatga keltirgani uchun masjid xodimlari oynalarni setka bilan bekitib qo'yishibdi. Shuning uchun kamerani tashqariga chiqarib tasvirga olish imkoni yo'q. Lekin juda ham baland va chiroyli. Safarimni 4-kuni 18-masjiddaman. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Imom Jafar jome masjidida asr namozini o'qishlik uchun keldim. Bu masjidimiz 1992-yilda Xodixon To'ra ismli mahalla oqsoqoli tashabbuslari bilan xalq hashar yo'li bilan barpo etilgan bo'lib, hozirgi kunda 1500 dan ortiq namozxonlarni o'z ichiga oladi. 2022-yilgacha Xodixon To'rani o'g'illari Solixondomlar bosh imom vazifasida bo'lganlar va vafotlaridan keyin Abdusattorxon domla bosh imom vazifasida ishlab kelmoqdalar. Masjidga tobiinlardan bo'lgan Imom Jafar nomi berilgan bo'lib, u kishi islom ilmlarining rivojlanishida juda katta o'rin tutgan. U fiqh, hadis, tafsir, aqida va axloq ilmlarini keng targ'ib qilgan, minglab shogirdlarga ta'lim berganligi rivoyat qilinadi. Bu ma'lumotlarni berganlari uchun mutavalli Rahmonxon akaga minnatdorchilik bildirib qolaman. O'zbekiston tumanida yana qanday masjidlar bor, izohlarda yozib qoldiring.